Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Nafaqat Ko'ksaroyda, balki butun O'zbekistonimizda juda katta bayram. Xabaringiz bor, kuni kecha Saudiya Arabistoni qirolligi, Saudiya Arabistoni podshohligida 17 yoshli o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. O'sha chempionlarimizdan biri mana bag'rimizda, yonimizda Muhammad Alijon, mana Haybullayev, Qodirjon o'g'li otalari, onalari yonlarida. Men endi siyosat idorasi, o'sha katta idorada ishlaganim uchun avvalambor Shavkat Miromonovga tabriklari bo'ldi. Bularni hammasiga tabrik yo'lladilar. Uyqularim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat. Omad yor bo'lsin. Muhammad Aliga shon sharaflar bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu, lekin avlodi Timuriy nasllar sab mana bu fidokor